Manchester Cityning oxirgi o'yinlarida Husanov zaxirada qolgach, muxlislarda xavotir ko'payib bordi. Bu esa o'z navbatida turli xil farazlarni keltirib chiqardi. Ijara, transfer, Pep bilan kelishmovchilik va hokazo. Vaziyat qandayligini bilish uchun Abduqodirning yaqinlari bilan gaplashdim, deya yozadi taniqli sharhlovchi Davron Fayziyev o'z Telegram kanalida. Birinchi navbatda aytib o'taman, Gvardiola bilan hech qanday shaxsiy va professional darajada ziddiyat yo'q. Aksincha, Pep mashg'ulotlarda doimiy tarzda unga e'tibor qiladi, pozitsiyasi bo'yicha taktik ko'rsatmalarni beradi. Ishonchi so'nmagan. Jismoniy jihatdan ham Husanovda hozir muammo, pasayish yo'q. O'yinlarda tushmayotganiga sabab sog'lom raqobat. Yana bir yosh himoyachi O'Rayli chap qanotda ketma-ket uchrashuvlarda gollar va assistlar qayd etgach, Yoshko Gvardiol markazga o'tkazildi. Diyesh lider sifatida markaziy o'ng himoyachi sifatida harakat qilmoqda. Pep shu variantni qo'llagach, City qatorasiga yutishni boshladi. Nafaqat Gvardiola, aksariyat murabbiylar natija bo'lib turgan joyda rotatsiya qilmaydi, ayniqsa himoyada. Qolaversa, mavsum yakunida Cityning yo'qotilgan har bitta ochkosi Chempionlar Ligasidan mahrum qilishi mumkin. Bugun yutsa, himoya yaxshi o'ynasa, ertaga yana o'shalar tushadi. Bu normal holat. Abduqodir Husanovda hali imkon bo'ladi. Ishoning, o'zining yondoshuvi pozitiv. Payt poylayapti. Fake xabarlarni o'qib qolsa, balki kayfiyati biroz buzilishi mumkin. Lekin u o'qimaydi. Siz ham faqat ishonchli manbalarni kuzating, deya fikrini yakunladi Davron Fayziyev. Siz nima deb o'ylaysiz? Husanovning o'yinlarga tushmayotganiga asosiy sabab nimada? Izohlarda fikringizni qoldiring.